Sog'lom oila, sog'lom kelajak garovidir. Yurtimizda oilalarning sog'lom bo'lishi, farzandlarning barkamol hayot sari intilishida oilaning o'rni beqiyos. Buxoro shahar hokimligi binosida oila qurish avvalida tibbiy ko'rikdan o'tish muhimligi borasida turmush ostonasida bo'lgan yoshlar ishtirokida seminar tashkil etildi. Yurtimizda oilaga jamiyatning asosi muhim bo'g'ini sifatida qaraladi. Chunki komil inson har tomonlama farovon, bekam ko'st, sog'lom oilada tarbiya topadi. Kuni kecha Buxoro shahar hokimligi binosida tashkil etilgan seminar ham oila qurish niyatida bo'lgan yoshlar ishtirokida bo'lib o'tdi. Unda nikohdan oldingi tibbiy ko'rikdan ongli ravishda o'tish, salomatlikni asrashning aynan o'zimizga, oilamizga bog'liq jihatlarini bilish, oilada sog'lom yashash tarzi ko'nikmalarini shakllantirish masalalari xususida so'z yuritildi. Oila shaxsiy masala emas, ijtimoiy muhim masala ekanligi ta'kidlandi. Bu seminarning asosiy maqsadi o'sha nikohlanuvchi yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, ularni tibbiy savodxonligini oshirish, diniy savodxonligini oshirish. Mana prezidentimiz aytib o'tganlaridek, oila muqaddas dargoh ekanligini yana bir marta ularga uqtirish. Shuningdek, seminar davomida AIDS kasalligini yuqtirib olish xavfi bo'yicha yoshlarga zaruriy tushunchalar berilib, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldini olish choralari to'g'risida tushunchalar berildi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, bu kabi tadbirlar yurtimizda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bilan bir qatorda kelajak avlodni barkamol hayot sari yetaklaydi.